Assalomu alaykum qadrli chorva ishqibozlari. Mollarimiz bor sotiladigan. Xo'p, 2025-yil 12-may sanasida olyapmiz. Mana shu kunlarda tug'adigan joydan. Mana yillar oldidan, orqasidan. Xo'p, kuragini ishda buni Husan aka. 4 kurak. Ikkinchi qor, birinchi tug'ishga ha, kechroq qochib qolgan. Birinchi tug'ish, 4-kuragini yangi chiqargan. Xo'p, molni mana bunday ko'rsatay. Ajoyib, hamma joyi kelgan. Aloqaga chiqib, tezda olib ketaverasizlar. Tuqqan varianti ham bor. Tuqqan variantimiz mana. 1 sutka bo'lyapti tuqqaniga yillari. Bu menimcha 3-tug'ish, ha? 3-yo 4-tug'ish. Xo'p, tirikchilik akalar. Simental, qalay simental. Tozada simental. Xo'p, sotiladiganimiz ikkala molimiz bor, sotiladigan. Buni sutini bilmayman, bir sutka bo'lgan, 10tadan kam bermasa. 10tadan kam bermasa kerak, mana to'g'risini aytishyapti, bilmayman, hali bir kun bo'lyapti. Sog'ib ko'raman deyapti. Mol olingan. Bo'g'ozligida olingan, boqishib, tug'dirishib sotishadi. Bolasi novoscha. Ha, bolasi mana. Yotib uxlayapti, bir sutkalik endi. Buni ovora qilib aqlash kerak. Yo'q, yilillari mana o'zi 10 tosh qisib beradigan molda yelini ko'rinib turadi. Bu molimiz sotilmaydi, yana bola simental buzoqchasi bilan yo'talishlaringdan. Xo'p, sotiladigan ikkalasi. Buni endi narxini mana biz shu kunlarda tug'ar ekan. 1 kun 2 kunlik qolibdi. Mana o'zi pastda oldilari ancha pasayib qolibdi. Xudo xolasa tishingni kech ko'rsatasamki, tishini ko'rsatmayapti. Ikkita edi deyapti, tishini. Ha, 2 oy bo'lyapti. Xo'p. Bunimiz bitta aybi bor. 3 yilini bu. 3 ta yilini. Hali nima qilish kerak? Mana o'zi ko'rinib turibdi. Bittasi 40 ketib qolgan. Ha, bittasi mana oldimda Kesilib ketib qolgan xolos. kesilgan. Qolganlar uchalasi ham yaxshi ishlaydi. Xudo xolasa ko'rib olinaveradi, aloqaga chiqib narxini kelishib, mol qanaqa ko'ryapti bilmadim, mol katta akalar. Mana sog'ilishlarini ham bemalol tuqqandan keyin narigisini kelib sog'ib olib ketilaveradi. Kechga payt kelinadigan bo'lsa, shu mol endi 1 hafta 10 kunda rostman ham sutga kirib ketadi. Bemalol kelib sog'ib olishlari mumkin. Xo'p, kelishimizga sabab orasida aytib ketaverak. Mana bu mol tug'di, ozib ketyapti. Ha, bu sutni bu. Ha. Bo'l sog'gan. Bu simentalga qo'ygandik. Mana bu molimiz ozib ketyapti turgani uchun saqirdi. Hozir bir sira ichki tashqi parazitlariga germensizlantiramiz. Bundan tashqari kerakli vitaminlarni, minerallarni va oqsillarni beramiz. Xudo xolasa semirtirish jarayonida va sutini ko'paytirishda. Xo'p. Akamizni nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaramiz. Narxi bomba, mol katta akalar. To'g'risi bo'yi necha bor, Husan aka? Bo'yi necha? 1.30 chiqam, oshig'a. 1.30 plus. Tort. 1.70 bo'lsa men. Siz 1.70 mi? 1.40 ham chiqar ekan. 1.40 ham chiqar ekan. Yap yo'q, mol katta mol ekan akalar. 20, 60, 80. 40 chiqar ekan. 40. 1.5 ga borib qolam. 1.40 plus ham ekan akalar. Ko'raverasizlar, o'lchaganmi bo'lmadi. Bemalol aloqaga chiqib akamizga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Husanxonaga mollaring bor ekan, sotiladigan deb aloqaga chiqib kelib olib ketaverasizlar. Yaxshi mollar akalar, yaxshi mollar. Yaxshi molni yaxshi deymiz. Xo'p, kommentariy yozishni unutmaysizlar. Bök etib layklarni bosib, tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Sigir olaman degan dehqon akalarimiz kelsa ham ishlar oson bitadi. Tirikchilikka ham kelishaversin, ha? Tirikchilik qilaman degan molpurush akalarimiz ham kelaversin, foydasini chiqarib berishar akalar. Mollar zo'r akalar, mollar zo'r. Shokolad.